Masalan, xot-dogga ham pul bo'lmagan paytlar bo'lgan. Birinchi o'zim diplomatiya universitetida o'qiganman. Turmushga chiqqanman. Turmushga chiqqanimda harakat qilganman. Tilni biladigan, chet elga chiqib ketadigan, shunaqa turmush o'rtoq topishga harakat qilganman. Haqiqatdan shunaqa bo'lgan. Turmush o'rtog'im haqiqatdan tilni zo'r biladilar, hamma narsani yaxshi biladi, u yoq bu yoq. Xullas ona bo'ldim. Aksiga olib xo'jayinimni ishi sal anaqa bo'lgan, pastga qarab ketib qolgan. Judayam moliyaviy jihatdan qiynalganmiz. O'zimiz uyimiz bo'lmagan. Lekin ikkalamiz ham ambitsioz. Xo'jayinim ham tilni zo'r biladi, men ham diplomatiyani bitirganman. Qo'limda diplom bor, boshqa bor. Bu qanaqadir turmushga chiqqanimda endi o'zingiz bilasiz, tilni bilgan qiz, shuncha diplomatiyani o'qib, o'zini chet elda his qilgan qiz. Tasavvur qiling, xo'jayiningizda ham pul yo'q, o'zingizda ham pul yo'q. Shu yana bola bor qo'lingizda. Voобще anaqa bo'lar ekansizda. Xo'jayinim bilan ko'chada yurardikda, masalan, ochiqni aytaman, masalan, xot-dogga ham pul bo'lmagan paytlar bo'lgan. Sen xafa bo'lmagin dedilar xo'jayinim. Men xudo xohlasa zo'r ishda anaqa ketaman, katta pul topaman. Men seni Tursiyaga olib boraman deb shunaqa gapirardilar. Fransiyani ko'rganman, Ispaniyani ko'rganman, Parijni ko'rganman. Shunaqa qiz bo'lganman-da. Anaqa o'zi xot-dogda pulim yo'q-da, tasavvur qilasizmi? Pul yo'q-da, lekin xo'jayinim bilan yana tortishyapman-da. Qayerda nima, men bormayman Tursiyaga. Yo'q deb shunaqa deganman xo'jayinga. Xo'jayinim eslasalar hali ham kuladilar-da. Pulimiz yo'q, xot-dogga pulimiz yo'q-da, lekin bizani gapirishimiz, gap so'zimiz Tursiyada, там Fransiyada deganlar. Shunaqa bo'ldi. Ikkinchi farzandim tug'ildi. Madina qizim tug'ildi. Shu uylar almashardik. Uy shunaqa bo'lardi, chunki bitta uyda yashardik. Nima bo'lmasdi, ishlar sal o'xshamasa, boshqa bo'lmasa, boshqa uyga ko'chib, shunaqa bo'lganmiz-da boshida. Tasavvur qilyapsizmi? Uyimiz bozorlik bo'lmasdi. O'sha bolalarim tug'ilgan kuni bo'lsa, shunaqa narsalar bo'lmasdi-da. Ota-onamdan xijolat bo'lardim. Menda kenja farzand bo'lganman, har doim erkatoy bo'lganman. Har doim qayerga nimadir kerak bo'lsa, akamdan pul olardim. Bu akamdan pul olardim. Pulsizlik nimaligini tushunmaganman-da eriga tekkunimcha. Xo'jayinim ishi zo'r bo'lib ketgan, qizim tug'ilgandan keyin juda ham yaxshi joyga anaqa qilganlar. Keyin o'zlari tadalka qilib, syurpriz qilib Tursiyaga eng zo'r otelga shu anaqa olganlar, vaucher olganlar. Короче, aytganlar, mana nimasi, sen shuncha sabr qilding, sen shuncha anaqa qilding, biron marta uyingga bormading, sen pulim yo'q demading, deb, короче, o'sha Tursiyaga birinchi sayohatimiz bo'lgan. O'tgan safar so'radingiz-ku, qaysi esingizda qolgan? Aslida o'ylab qarasam, o'sha sayohatim esimda qolgan ekan. Har bir ayolda o'zini puli bo'lishi shart, erkinligi bo'lishi shart. Bu erkinlik degani bu nima degan, erini pulini mensimaslik yoki nima emas, u shaxsiy ichidagi erkinligi umuman boshqacha, o'ziga ishonch paydo bo'ladi. Har doim har qanaqa holatda ayol kishini o'zini plani va o'zini shaxsiy pullariga ega bo'lishi shart.